Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bir narsa ko'tarib kelishga erindim. Nima berib qo'yasiz nimasi? Bo'lmasa, ha. Dunyoda maydaroq eski odam yo'q. Bittasiga berib qo'ygandim. Rishtonga boruvdim. Ha. Haligi men duo qilasizga pul to'layman degan duoyizga dedim. Ha, ishon buvamga. Rosa duo qildilar-ku. Yetimda chiqib qolibdi. Boshqa gaplar bilan o'raladi. U puli ham o'zi ko'p bu taqdirda. Ya Allah, Roshidon deydi. Assalomu alaykum. Keling. Hay. Assalomu alaykum. Keling. Assalomu alaykum. Qormang endi. Besalomon to'ylarni o'tkazib. Bardan Kim keldi yana? Dilshod aka, Ahmadsho. Hay. Farg'ona nuriga to'la. Ha, ayting. Gulzorlar guliga to'la. Raqiblar o'lib bo'lar, Ahadjon qori kelsa. Assalomu Va alaykum. alaykum ustoz yaxshi millat. Salomat. Assalomu alaykum yaxshi. Salomatgina. Ko'p mamnun bo'ldim. Bu ziyofatni o'rnatib qo'yishmas yetadi. Boringizga Osh yemasak ham shu taxta diydoriga qarab boqsa kifoya qilib hamma yo'q. Ya ofarin Mavlono. Yo'llar ham ravon bo'ladi. Ravon bo'ladi. Hay. Voy bismillahirrohmanirrohim. Odamlar karvon bo'ladi. Karvon bo'ladi. Shunda yana bir ko'rishmoq armon bo'ladi. Karvon bo'ladi. Ammo janoblarga pul to'la karvon bo'ladi. Voy. Kelsiz. Ya o'zimiz kelibmiz o'zi birinchi doim peshqadam yuramiz. Alloh Ofarin. Xo'p, bu meni. Endi Abdulahadni bu to'yi munosabati bilan baxt saodati bilan juda katta anjuman bo'lib o'tdi. Men o'yladimki bir vertolyotdan buni odamga tarqatilmasa kerak. Juda qadringiz baland ekan Vodiy Farg'onada. Bu yog'i bu Hindi Xitoy xonobodlar. Odamlarni ko'rib hayratda qoldim. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Otingiz kim? Abdumalik. Abdulmalik Kaypahalik. Xolis qalay degani u. Yashang. Qamishni ham ekib qo'yibsiz-da? Ha. Qamishni ko'rmadingmi? Bosh chiqardi, bo'yroq bo'ldi deydi. Ya'ni odam og'riqlar boshqa o'zi ko'tarilib ketsa ham qirqishib qo'yar ekan. O'lsanmi deya tursa qilich o'tib ketar ekan. Bu hikmatni ham qo'yibsiz-da. Bu e'tibor odamlar bundan xulosani chiqarib olaveradi. Qaysi taraf qulaysiz? Burungi podshohlar, burungi odamlar maynaqa qilar ekanda, mana bu yonlariga yostiq qo'yib qo'yish bu payg'ambar Rasulullohning sunnatlari. Juda farosat kuchli odam ekansiz. Ammo kelib yon boshlab o'tirganda bugungi. Va stolga o'tirib hammani qiyshaydi. Hey! Ya Rabbi! Bo'ldi mana. Kesinlar, qani? Bu o'tirishimiz tarixiy voqea. Amin. Hanukuni o'tirishman. Bu Xudo bergan farzandi Arshadni sharaflab, uni katta qilib, jamiyatga qo'shish uchun Allohning amri bilan, payg'ambarimiz sunnati bilan, milliy urf odatlarimiz bilan, xonadoningizga bir qizimizni olib kelib o'g'lingizga qo'shib, uni chiroyli qilib, bu vazifalarni bajarib bo'lib, buni endi shukronasiga yana bu Dilshodxonga o'xshagan, bu Abdusamadxonga o'xshagan, hali yana Muhammadjonlar ko'p odamlar keladi. Shuni shukronasiga qilgan ihsonlaringiz qabul bo'lsin. Xudo mana Abdulla Ahad bilan kelin qizim baxtli, taxtli, o'z so'ziga ahdli, hammaga ibratli bir go'zal oila qurishni so'rab duo qilaman. Yaxshi bolalar ko'rsin, farzandlar ko'rsin. Shu bolalarni tarbiya qilib, o'stirib, kamolga yetkazgan opam. Siz Xudoyim elni xalqning xizmatida doim dilda to'rida nazargohidasiz. Shu bolalarni ham shunaqa bo'lib ketsin. Allohu akbar. Endi bu hordada bu bog'dagi ko'rsatuv degan, ya'ni bog'dagi gaplar degan ko'rsatuv bugun 7-soni, 7dan biri Xizr. O'shaning uchun bugun siz o'sha 7-sonni bir duo qilib bering deb chaqirdim-da. 7dan biri Xizr. Amin. Qori Abdul Ahad kelsa bu suhbat Xizr. Ofarin. Mana samimiy o'tirishlarni
ko'rarkan ba'zi bir o'rtoqlarga yoqmas ekan. Odamlar ham bo'lar ekanda. Endi ularniki o'ziga, bizniki o'zimizga. Mana savob, samimiy, shirin zabon bo'lib yashash kerak vaqtinchalik umrda. Ana andaq, mana mundaq demasdan. Bu o'zlarining bog'larimi? Bog'imiz. Manaqlar hammi? Bog', ha. Bu o'zlarining bog'lari. Bog'imiz. Keladi bugun Abdumalik va Dilshodxon degan o'rtoqlari. Abdusamad ham kelib qoldi, Moskvadan bo'lib qo'noqlar. Hay, kim yo'q edi, bu kelib qoldi, ertaga ketadigan edi. Meni mana shu o'rtoqlarim bor deb maqtanay deb olib keldim. Sekin avtorojni och. Sizga qo'ysa? Ha, men tilim ora o'zingiz yaxshimi? Yaxshi. Orada bu yostiqni ham Bering. Bizda yo'q degan narsa bo'lmaydi. Ay. Odamni gapini qaytarib bo'lmaydi-da. Rob bir narsa beraman. Hay. Bismillahirrohmanirrohim. Men odamlar aytadi, bu tog'a hech charchamaydi deydi. Ha, yuraveradi deydi. O'shada biz qachon charchaymiz? Odam bo'lmay qolsa, bir joyga taklif bo'lmasa, jamiyatga aralashmasa, shuncha charchab qoladi. Biz shunga o'rganganmiz-da. Shunga o'rganganmiz. Bir xil odamlar mahokasa bo'lib, aqa ham bormaydi, baqa ham bormaydi. Yo birov bir joyga taklif qilmaydi. Endi bizni ko'rib qolsa, bular tinib o'lmaydi. Unda ham deb ichidagi dardlarni oshkora qilib aytishib qo'yadi bechoralar. Endi bu Xudoning ishida, bu Xudoning ishiga aralashib bo'lmaydi. To'g'ri. O'lmagan qul mana. Bog'dagi gaplarni timsoliga nasib qildi. Dunyoda ko'ngilni choq qilishdan boshqa hech nima yo'q ekanda. O'shaning uchun insonlarning ko'nglini choq qilib, kuningdan bir kun qolsa ham osh yegin, kuningdan bir pul qolsa ham osh yegin. O'shaning uchun sizlarni ham oshga chaqiramiz, lekin hali davom etadi. Mehrijonivani duo qildi. Mehrijon Benjonova degan opa bor ekan. Yo'q. Tog'a, Labbay. shu kommentariyalarga ko'zim tushib qolyapti. Hop. Ba'zida shu hurmatli yurtdoshlarimiz biz ham shu borsak shu boqqa qayerda joylashgan, biz ham osh yesak bo'ladimi degan kommentariyalar bor-da. Endi qanday bitta odam shu kichkinagina bizni kulbamizni, bog'imizni havas qilib kelaman deydi. Mana shu yerda osh yeyman deydi, yo'q deymizmi? Bizni kechasi kunduzi qalbimiz ham, o'sha ravotimiz ham ochiqki, biz faqat shu muxlislar uchun bo'lyapti bu hamma narsa. Demak, bu muxlislarimizni albatta siz o'zingiz aytasiz, qayerdaligini joylashganini ayting, kelsin, kutib olamiz. Biz o'zimiz osh qilib beramiz mehmon. Avvalo Farg'ona shaharida Qalacha degan joyda joylashgan edi. Albatta, Farg'ona viloyati, Toshloq tumani, Qalacha qishlog'i. Bu joy shunaqa maskanki, bir tarafimiz Quva, bir tarafimiz Quvasoy, bir tarafimiz Farg'ona shahri, bir tarafimiz Toshloq tumani. Hammasi yonma-yon bir-biriga. Bitta ariq o'tsangiz Quvasoy, bitta ariq o'tsangiz Quva, bitta ariq o'tsangiz Farg'ona shahri, bitta ariq Toshloq. Shunaqa joyda joylashgan. Eng katta orientiri Quvani yo'lida. Quvani yo'li. Farg'ona Quva yo'lida. Mana muhtaram obunachilar, mazza joy haqiqatda ko'rib turgan bo'lsanglar, salqin, so'lim joyda. Ba'zi yurtdoshlarimiz havas qilib biz ham boraylik deganlarga doimo Mahkam tog'ani eshiklari katta ochiq. Assalomu alaykum. Qulluq bo'lsin. Assalomu alaykum. Vo. Qulluq. Bu bog'dagi gaplarni 7-soni juda omadli son deb turuvdim o'zi.
Bu omadni ichida mashina bilan kelibsiz-da. Ya qo'y. 70. Mirzashvili. O bezovta olmang. Assalomu alaykum. Ishqasiz. Oilada assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Tani joningiz omonmi? Ha, ruhsonlari chiroyli, ko'rinishingiz chiroyli. Tilla bo'lakar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ismingiz kim? Quyoshmisiz? Ha, assalomu alaykum. Hay. O'tiringlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bugun bu neydi? Mahkam boyda. Boyga oshib, qimmat oshib. Bu to'ylish ko'ranasiga bu do'stlar chaqirib. Qadamlaringga hasanot, umrlarga barakot, o'z sohalaringda yuksak darajat ato qil. Allohu akbar. Yaxshimisiz? Yaxshi rahmat. Salomatmisiz? Tanjonlaring omonmi? Rahmat. Ha, barakallah. Ashlardan chiqmasam bo'laveradi. Bilaman, menga atagangizni tayyorlayapsiz. Ancha yildan beri shu bolaga nimadir berishim kerak deb o'ylagansiz. O'sha assalomu alaykum. Assalomu Sizga hozir alaykum. moqtaryapman, joy yoqtiryapman. Farg'onani o'g'loni Muhammadjon aka bo'ladi bu odam. Iltimos, men chiqmayman. Hech qanaqa. Kamtarlik ham manmaniki kiradi. Kamtarlik emas, biz toqat Baribir chiqaraman. Assalomu alaykum. Hoji Muhammadxon Haligida o'rgatingda, sanay berganga sanay beradi. ha uni ham o'rgataman, hali sap qonni to'ysin. Gapimga oqsin ne keyin. Hazrat, Bormilar, ey. sog'-sog'. Sen nima olib kelmaysan meni bolalarimni? Bolalar zil ishdimi? Voy, ha. Hozir nima ish qiladi Muhammad Qodir? Yo, keling. O'qiyapti. Ha, o'qisin. Ütki chiqargan bizni. Yo, bu meni odamim bu. Bu Moskvadan, Rossiyadan chaqirib keldim. Jiyanim bu olib keldi meni. Juda ham ajoyib Abdusamad, Xudo bersin madad. Bu tillo bola. O'tirishimiz muvaffaqiyatli bo'lsin. Chehralar ochiq. 7 dan qizi 7-chi ekan bu. O'tirishda aytyapti-da. Bodega gap. 7dan biri Xizr dedi. Hoji Muhammadjon kelsa Xizr dedim. Oh. Hay. Yaxshimisiz? Bizdan yaxshimisizlar? Qora mashinaning ichida mafiyalar keldi. Assalomu alaykum. Siz deb kelyapman. Voy, ananim ketdi. O'zi meni deb keladi ko'pchilik. Assalomu alaykum. Aka, rahmat. Onu so'rab oldi, aziz bormi yo'qmi? Ha, Aziz shu yerda. bu eng zo'ri Bog'dagi gaplar dasturining 7-soniga keldinglar. Qarang, 7. 7 raqami eng bir chiroyli raqamda. Bundan biri hazır. Ha. Hozirgina shu gapni aytib turishdi. Ana tog'amni o'zi ham poylab turibdi sizlarni. Snayperda. Yo'qmaydi, mahkam tur. Bo'ldi. O'ziga indamaymi shu gap? Voy, maza. Siz rosa maqtashdi shu bor. Akamni deb kelamiz biz. Boringizga shukur qiling. Assalomu alaykum.
Ya kudretliyle. Ya kudretli. Endi roda aytib qo'ymayman. Men qachon keladi ular dedi. Bor assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ana qilgan chiqarib yuboribdilar. Assalomu alaykum. Shirin bo'ling. Sizni keladi. Sizlar dedim, qachon keladi endi ular? Uzoq. Ya'ni osh qilasizmi ikkinchisini deb. Amin. Do'stlar to'planib bu bog'larni bog' qilib, dimog'ni choq qilib, qozonni yoq qilib, hammani o'rtoq qilib yuraveringlar. Aytdi bu nima? Kelishib qoladi, hozir telefon qildim. Alloh xolasa, bismillahirrohmanirrohim. Voy, ana. Alloh rozi bo'lsin. Ana. Mahkam tog'a, Labbay. ani yoningizda odam Gruziyadan kelgan shekilli. Abxaziyadan. Abxaziya. Voy, buni isboti burun. Buni isboti burun. Yo'q. Voy, mana. Haqiqiy Farg'onacha o'zimizni Palovxon to'ra. Oshimiz har kungidan ko'ra mazmunli osh bo'lyapti-da. Sabab? Sababi mana yurtimizni eng ulug' shaxslardan biri Voy, haqiqatda. Alloh rahmat qilsin ustoz Hazratimiz Shayx Muhammad Yusuf Muhammad Sodiqning eng yaqin hayotdagi yo'ldoshlari, do'stlari bo'lgan mana shu Hoji dadamiz. Endi ismlarini aytib o'tirmayman. Dasturni sonini ham bildingizmi? Yo'q, bilmadim. Hozir meni dastur qiziqtirmayapti. Yo'q, lekin mehmonlar qiziqtiryapti. Ani 7-sonida shunga ham to'g'ri kelgan. 7-soniga mana Xudo xolasa Hoji dadamiz keldilar. Mana ustoz har kungidan ko'proq oshni yumshoqroq qilibdilar, shu insonga oshqozonlariga botmasin deb. Chunki yosh urug' tavariklarda bular. Ustoz bir narsani ham aytib qo'yishimiz kerak-da. Bitta shu kalta fahm odamlar bor. Bular deydi ovqat yeyishni biladi deydi-da. Bular yemaydi o'zi-da. Qoshiq yesa yeydi, duo qiladilar bunga. Ustoz mana shu mana kecha o'g'illarni uyladilar. Shu odamlarning duosini olib farzandlariga bir duo beraylik, dasturxon yozib. Bahonada shuni ham bir YouTube'ga qo'yib vatandoshlarimizga duoga sherik bo'linglar degan maqsadda yozib qo'yayaptilar. Sizlar ham duo qilinglar, yaxshi mana shunaqangi xonadonlaringizga yurtni, millatni ulug' insonlari kelib farzandlaringizni duo qilsin. To'g'rimi ustoz? Albatta. Duoda ish ko'p. Duoda ish ko'p. Mana Xudo xolasa hozir mana osh yeb ko'ramiz. Agar osh har kungidek dilni yayratsa, ustozga duodan ko'ra bizni boshqa beradigan amaliyotlarimiz bor, ha ustoz? Yo beramiz, yo olamiz-da, shunaqa. Xushto'y ham hozir hazratga $100 bera olaman deb turibdi, chetga o'tib. Bu beramiz degan jumlangizni mana askarchilarimiz eshitib qolmasin ama. Gap tagida qolasiz. Gap tagida qolasiz ama. Bermasa ham berdi deyishadi. Asik qoldiga qo'yaraydi. Qoldiga qo'yamiz. Kelinglar. Qani? Bor. Bo'ldi, hop bo'ladi hozir. Qani? Sen yaqinroq kelaverasiz, talash tortishmaymiz. Yaqinroq bormi? Shu ikkilar. Boshlagan aka, boshla. Bismillahirrohmanirrohim. Asaf. Qani? Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Xush kelibdilar, xush kelibsiz. Hani bir Xush. davrani gulgun qiling. Bir rohat qiling. Ko'yida man yo dilbaro. Yavre küydüre badavaylara. Ko'yida man yo dilbaro. Küydüre badavaylara. Man xastaga har doim yavre
ko'p jabru jafoylar man xastaga har doim yore ko'p jabru jafoylar ahdila vafolarni ağyavra berib barbod ahdila vafolarni ağyavra berib barbod g'am yuki bilan qaddime yora naylayki dutoylar g'am yuki bilan qaddime yora naylayki dutoylar o'ltirsa raqib bilan ayshila qurib ishratov o'ltirsa raqib bilan ayshila qurib ishratov ayshila qurib ishratov gar ko'rsam mani nogoh yormov ko'z birlan imoylar gar ko'rsam mani nogoh yorma ko'z birlan imoylar dardimning davosi yo'q to kelmay tabibim chimon dardimni davosi yo'q to kelmay tabibim chimon bilmamki qachon indiye yora dardimga davo aylar bilmamki qachon indiye yora dardimga davo aylar gar yetsam sağlığa hacrdan o'lib qolguma gar yetsam sağlığa hacrdan o'lib qolguma hacrdan o'lib qolgumay shul damda muqim ikme yora bir nazmu navoylar ayrilganga olmas mani yora sog'inganga o'xshayman ayrilganga olmas mani yora sog'ingandan yig'lar mana aferin barakallah aferin güzel oynat qo'yasiz mahkam akam rubob chalganini ko'rganmisiz? yo'q mutlaqo hozir ko'rasiz. biz mazza qilaylik
Rahmat, Allah razı olsun. ko'ryapsiz. Juda serqirrada. Gapirib borar ekan nima ham a? Rubob. Gapirar ekan u faqat og'zini aytmay qo'l bilan gapirish har kim san'atimas. Allah razı olsun. Mahkama akam qo'lida ancha muncha asbob sayrab yuboradi-da. Juda to'g'ri echkini yayrab oladi. Sazga tushmaganlari sazga tushgan. Qo'l ham gapirar ekan-da. Bu Mahkamjonni qo'lidagi asbob sizgimi? Meniki. Ajin shu goh erkalab Mahkamjonga chol deysiz ekan. Mahkama akam qo'lida sozdan chiqib ketib qo'ygan ekanmi? Quloqiga nima dedingiz? Esimda yo'q. Keling soz qilib beraman dedingiz-ku. Qora aka bugundan Andijon shahri markaziga cholg'u asboblar ta'minlaydigan ustaxona ochgan. Ha. Ha, ustaxonasiga kirdim. Juda chiroyli ustaxona bo'libdi. Nay asbobi bormi sizda? Bitta nevaram nay o'rganaman deya turdisam. Devorda osilib turgan nayni ko'rsatib, Muhammad aka ana nay dedi. Haqiqatda do'konimga kirib hojaga nay so'radi, hayron bo'ldi. Muhammad akam yosh 70 ta o'tgandan keyin nayga ishqibozchilik qilibdi-da. Bu yoshligida shunday cholib yurardi dedi.
Shunday uchun bo'lganda. Ancha munchalardan chop qo'ygan. Endi cholg'u asboblari ta'minlaydigan ustaxona ochgan kishi uni hamma o'rtoqlarga, jo'ralarga bittadan cholg'u asbob yasab beribdi. Sizga ham bir yangi asbob yasab beradi deb o'ziga aytdim. O'rtoqlaringizga qilib bergan asboblardan qilmang menga ta'mir berasiz dedim. O'zi yaxshi sozandaman deydi shotaga, lekin ko'p sozlarga ahli yetmaydi ekan. Do'konimga kirdi, skripka turadi. Bu qanaqa asbob dedi. Shuni tushuntirib yubordim. Mana o skripka, mana uni siskaman dedi. Haligi menga berib bergan toringizni juda yaxshi tayyorlagan ekansiz. Xursand bo'ldim. Naql oldimi? Menga baxtlar o'zim chopganman bu torni. Bakuga borib qildirib bergansiz. O'zi akamniki torda o'zi. Harul hoji akamga ham kelganda tor sovg'a qilib yubordim. Ha, shunaqami? Marlonga kelib mahkamaga rosa maqtanibdi. Nima deb maqtanibdi? Andijonga borib Muhiddin akamga yasatib kelyapman dedi. Oh, qanaqa so'zingiz yana maqtanarmish? Borib tor qildirib keldim dedi. Salomat bo'ling Muhiddinjon. Muhiddinjon ustozodada. Albatta. Shogirdlarim ichida eng yaxshi ko'rgan shogirdim. Ha. Ba'zi yerlarga borsak odamlar so'rab qoladi. Muhammadsiz ekan siz Andijonda ko'p yigitlarni askardan shogird qilib chiqargansiz. Muhiddin qachondan beri yaningizda yuradi, deb to'g'risini aytdim ularga. Nima dedilar? Muhiddinni yaqinda qilib oldim dedim. Shogird qilib oldim dedi. Mashigatni bekor aytdingiz-da. Nima endi? Ahadqor akam hozir xursand bo'lyapti. Nima dedi? Otasiga rahmat. 70 ta o'tganda Mamasli akani orqasidan ham odam chiqib qolibdi dedi. Ya ofayin. Shogirdlarim ichida hozir juda yaxshi aska qilib xalq kuldiryapti. Rahmat. Yangi menga shogird bo'lib kelganda mana nima desam ham bilmasdim. Sizga 100 marta tayinlayman usta. Bunaqa chiroyli o'tirishda mana uni og'ziga olib yurmang unaqa. Endi bu dizma gaplashganda mana uni ishlataman-da. Mayli, yana 2 marta mana deydigan bo'lsangiz, og'zida mana tushmay qoladimi? Sizga mana degan ham qo'rqaman. 5-6 marta mana desam, Muhiddin mana yo'rgar bo'lmasin. Mayli, mana do'ring. Siz og'zida mana chiroyli chiqadi. Shogirdingiz yaxshi askarchi bo'pti deb maqtashdi shiravanlar. Ha, yaxshi askarchi bo'lmasinmi? 20 yildan beri ustida ishlayapmiz dedim. Tarbiyalayapmiz. O'zi askarda dadam rahmatli Hasanboyga, Ma'sum akalar shogird bo'ladi. Albatta. Usta rahmatlar ham maqtardi Mamasliga. Nima dedilar? Yaxshi askarchi bo'lib qoldi Mamaslik. Ancha muncha davraga olib borib sovoryapmiz, qochmayapti degan. Ular ham qochira olmagan ekan. Muhiddin endi haqiqatda hozir javob askarchi bo'ldi. Shogirdlarimiz yoshi ulug'i ham shu. Juda iqtidorli bola. Rahmat. Muhiddinga qattiq gapirib qo'yib keyin o'zim ijora to'ladim. Muhiddinni pastga urib qo'ymadim. Keyin shunda o'ylanib yuraman. Shogirdim ichi orib olmadim. Men ham sizni ehtiyojsiz turaman. Masalan, qiziqib ketadigan bo'lsam, mahkamaga ham siz ko'rsatadi. Nima deb? Ayang deb. Ehtiyot qiling. Keyin ba'zida mendan xafa bo'lib qoladi. Usta meni hech duo qilmaysiz deb. Shunaqami? Apolo yurasiz-da. Ha, yurakdan chiqar duo qilmaysiz-da. Nimaga? Bilmayman endi. Usta duo qilsa ulanmaydi. Ha. Doim shu Ahadqor akam qildirib yuradi. Ya ofarin. Hasan akam yo'q, usta meni duo qilmaydi deb bunaqa katta davrada ma'lumot qilmang-ku. Men unda sizdan xafa bo'lib qolaman. Nimaga? Sizni shogirdlarimizda eng yaxshi ko'rgan shogirdimsiz. Rahmat. Sizni duodan qismayman, sizni kechasi kunduzi qilaman-ku. Endi o'zimni akam, ustam, qolaversa dadam rahmatli shogirdi. Bir duosini oladi deb bosh oyoq sarpo qildim. Xursand bo'ldim-da. Xursand bo'lmadingiz. Nimaga endi? Uydagi bozorchi ro'zg'orni menga yuklab qo'yapti. Ha, Qarang. Sal insof qiling aka. nimaga? Bizda ham bola chaqa bor. Bunaqami? Ustingizga qilaymi, qoningizga qilaymi? Ancha-muncha bizga qilgan muruvvatlaringizni, bizni onalarimizni qilgan mehnatlaringizni bunaqa ko'pchilik ichida anaqa qilmang, minnat qilmang-ku. Minnat emas, bu bor gap. Sizni menga ishlasangiz kerak emas-ku. Ha.
Men to'ylardan ham yaxshi topib turaman. Unaqami? 5-6 milliondan ortiqcha pensiya olaman. Menikini yotib olib yesam yetadi uka. 6 million pensiyam bor, to'ydan topaman deb maqtan o'rodingiz, Dilshod akam so'rab qoldi. Nima dedi Dilshod aka? Ustingizga maqtan o'rdi, qancha pul bor o'zi dedi. Men to'g'risini aytdim. Nima dedingiz? Pulini qanchaligini bilmayman, maqtanib yuradi, o'zimga yetadi deb. Menga bir narsa qiladigan bo'lsangiz, unaqa minnat qilmang uka. Ha, ko'pchilik sizga minnatchi bo'lar ekansiz. Hech narsangiz kerak emas menga. Faqat sizdan bitta iltimosim bor. Qanaqa iltimos? Mana shunaqa katta davralarda aziz mehmonlarni oldin meni ko'rsatib, meni shu odam qilgan desangiz bo'ldi. Endi akam bo'lasiz. Menga har qancha mehnat qilsangiz, har qancha harakat qilsangiz, Albatta. mashinalarni hammasi biladi. Salomat Sizni bo'ling. duo qilishadi. Nima de? Otasiga rahmat Muhammad aka yoshligida Muhiddinni dadasidan yeganlarni qaytaryapti deydi. Salomat bo'ling Muhiddin. Haqiqatda sizni yaxshi ko'raman. Sizdan xonim yemayman. Salomat bo'linglar. Sizlar ham salomat bo'linglar. O'z zamonini o'ziga yarasha odamlari bo'lar ekanda. Bizni yoshligimizda, shu kichkina bolalik davrimizda, shu Maqsud tog'am, Zamboy akam, mana shu Shahrixonga nimaga katta naqalarga kelardi. Tadbirlarga, to'ylar emas, katta minglab uloqlarda boshqalarda. Hali mashinani kuzoviga chiqib olib, mashina Sahnachida bo'lar ha, mashinani biram gapirishardi. Odamlar bu sovuq amal buni oqib ketgan. Shunaqa bo'lardi-da. Juda antiqa bo'lardi o'sha zamonda nimalari ham. Sifatda mamasiga ham birga borardi. Ular kabinaning tepasida, bu kabinaning tagida bo'lardi. To'g'ri esa men kabinani tagida bo'lardim. Narada novoxona ham bo'lardi shunda. Bu yer tandir tagida bo'lardi. Sovqat qilsa ta'mir ustiga ham chiqib oladi. Endi shu yerda Ustiga chiqqanimni gapirmang, ha. azkiya degan gap bilan azkiya degan gap bor. Buni azkiya, bu chusti domlaning baytlarida keladi, azkiya. O'zi asli azkiya deyiladi. Azkiya deyilmaydi buni. Azkiya degan so'z zakovat degan ma'noni bildirib, hozirjavoblik, aqlli va dono odamlarni azkiya qiladi, ya'ni zakovatli bo'ladi. Azkiya degan gapning nimasi yo'q, xotiraman. Azkiya degani zakovatlik, hozirjavob gap ustasini azkiyachilar deydi. Mulla Mahkamboy askiya deydi. zebin aytadi, azkiya. Arabchada olinganda bu zakiylik. Zaki, zehnli degan ma'no. O'tkir, fikri ochiq, zehnlida zakovatlik. Angladingizmi? Bu bitta ikkita shunaqa odamlar bor, xolos emas biz davralarimizga o'xshagan, bunga o'xshagan. Bittasi Xonovatdan, bittasi Zakovatdan bo'lib. Ularni e'zozlash kerak buni. Albatta. Bu taqdir bu ustozlardan nimadan bular davom etadi. Milliy bizni nimamizda bu. Bizni diyorlarimizdan boshqa joylardan bormi yo'q bilmayman-ku, men Farg'ona vodiysidan bo'lsa ham bilmadim-ku, shunaqada endi. Asosan vodiy. Aytib qo'yadi. Yashang. Mamasliq akam o'zi ham hofiz bo'lganda. Kim? Mamasliq akam ham hofiz o'zi. Ha, shundaymi? Allohning rahmati, ustoz Avaz akam Mahmudovning birinchi shogirdi bo'ladi. Bu kishimi? Ha? Avaz akam bu kishidan kattamidi? Katta bo'lganlar. Avaz akam birinchi shogirdlar. Hozirga 6 yosh katta edi mendan. O'ynatib qo'yardi ashula. zo'r. O'zim aytasizmi? Aytdim. Ovozi ham yaxshi. Ovozi Avaz akamga o'xshaydi, og'zini ochilib yopilishi yulduzniki. Ben maza qilaydigan bo'lsa, Avaz akam ham ruxsat o'zi bo'lmasa. Suriya juda yarashdi deyapti. Bu shu kamidi shekka. Istanbulga ketdi. Ustozi, Alloh razı bo'lsin. ustozi bitta orzularni amalga oshirdi. Birga edi shukr. Hammamiz orzulaymiz. Anchadan beri aytmadik, qo'limizdan kelgancha.
Totulik bo'lmasa do'stim, agarki xonadoningda judodursan halovatdan, tikan bordek tovoningda. Totulik bo'lmasa do'stim, agarki xonadoningda judodursan halovatdan, tikan bordek tovoningda. Bo'lib begona uyquda sira rangingda rang qolmas. Bo'lib begona uyquda sira rangingda rang qolmas. Zahar zakkumni top yeysan, yegan har bir noningda. Zahar zakkumni top yeysan, yegan har bir noningda. Samimilik aro izlama, haqiqiy odamiylikni. Samimilik aro izlama, haqiqiy odamiylikni. Amaliyot davlating o'qdir, mudom qolmas kamoningda. Kishiga bir boqish bilan dilim ming paralash mumkin. Senirsang pavra dillarni, davolab boqanoningda. Bo'lgan anjuman, tantana kelgan odamlar, o 20 yil, 30 yil narag'ida yo'qotib qo'ygan odamlarim topib oldim o'shalarning ichida. Shu Shohimardonda 90-yilda tushgan suratlarimizni berdi madaqadida. Juda xursand bo'lib ketdim. Bu Abdulahadni to'yi xursandchilik bo'ldi. Men ko'p yo'qotgan odamlar, menga o'xshagan qancha odamlar. Alloh taolo amin. Bu to'y xayrli bo'lsin. Bu Abdulahadni to'yib katta qilib chiroyli qilgan opamjoni salomat bo'lsin. Elda xalqida mo'tabar arz qilib qomati bilan chiroyli omadini ko'rsatgan mahkamaga ham tan jonlari salomat bo'lsin. Endi bu suhbatlar doim davom etib turadi. Nimaga? Bularda shunaqa fazilat bor ekanda. Bu fazilat deyiladi buni. Shu fazilati davom etsin. Bir gap bor edi. Falonchi mehmonga kelsak, mana shu kelsa fayz bo'ladi, fayz beradi. Agar fayzi bo'lmasa, mayz beradi degan gap bo'ladi. Hammasidan bor ekan. Xudo taolo dasturxonni ochiq,
yana yilga kelgusi yilda nevaralar ko'ring, yana shu aqiqalarga keling. Ishi zararlarga bermayman. Portog'a, bas aka masa akamlar borida meni ham duo qiling, amin deb so'rayman. Ha, mana shu. Abdusamad bu juda yaxshi bola. O'zingni ham ko'rsatib qo'yasan. Bu Rossiyada yuradi. 3 ta o'g'loni bor. Juda ham yaxshi bola bu. Meni shogirdim, ukam hamma yo'g'im. Shu 1 yildan beri yo'q edi. Yaqinda keldi. Trekker degan mashinalar oldi. Buni dadasi bordi, Abdulahad men bilan adashib yaxshi bo'lim. Xudo rahmat qilsin. Shu bolalaring bilan Xudoning panohida bo'l. Ishlaringizga rivoj, iloj, muvaffaqiyat bersin. Xudoyo Xudovanda o'sha yurtlarda qayda ishlasalaring ham Xudoning panohida bo'lib, o'sha yerdan 3 ta bolang bilan bitta Li 9 minib keldi. Alloh. Kamada. Gapiring tog'a. Endi mana shundan ibrat oladiganlar ibrat oladi, mazza qiladiganlar mazza qiladi. Lekin haligi gapki, havas qilganlarga biz kechasi o'timizni eshigimiz ochiq. Sizlarni kutamiz va sevamiz. Yana ham yaxshi bir qiziqarli suhbatlar olinmay qoldi ozgina, unisiga uzr endi. Endi u suhbatlar ko'p olindi, ko'p olinmadi, lekin nima bo'lgan taqdirda ham mazmunli suhbat bo'ldi degan umidamiz. Va eng asosiysi bu davomiylik. Hali davomi bor bularning. Albatta, Keyingi sonlari bor hali. Xudo xolasa keyingi sonlarda ham Xudo xolasa kutamiz. Mana hozir 7-soni bo'lsa, mana yerda nimamizniki 07 mana ko'ryapsizmi? Hamma yo'q 7 bo'lyapti. Moslashtirgan. Moslashtirgan. Lekin juda omadli raqam. Bugungi o'ylaymiz har kungidan ham boshqacha bo'ladi, 7lik bo'ladi degan umidamiz. Salomat bo'linglar. Rahmat tog'a sizga ham. Gapiring bir nima obunachilarga ham. Obunachilar mana shunaqa kanallarga obuna bo'lish kerak. Sababi ziyoli insonlar yig'iladigan joy. Sog' bo'ling. Bu qilig'iz ham bormi? Barakalloh. Xudo taolo mana farosatli o'rtoqlarni ko'payib ketdi. Bu o'rtadagi munosabatni yaxshilaydigan narsa. Vosita bu. Kim turdi yomon desa, nima aytyapti buni? Hozir qori. Rahmatli aytyapti buni YouTube'da, to'g'ri aytyapti. Hazrati Imom Azam pirimiz aytgan ekanlarki, kim pulni yomon desa, u yo jinni yo yolg'onchi degan. Men jinni ham emasman, yolg'onchi ham emasman. Rahmat sizga. Alloh bu butun dunyoga chiqadiganini beribsiz. Mana u ham farosatli bitta turga kiradi. Bu bilan kambag'al bo'lib ketmaydi bergani bilan. Men boy bo'lib ketmayman buni olganim bilan. Bu yerda ortida mehr tuziladi. Nimaga deng? Bo'lib ham bu butun dunyoga Trump Donaldga ham borib ketaveradi. Mana shunaqa farosatlar hammaga yuqsin. Shukurloqonda akasi bording. Hazilkash, bobda yigitda. O'rgilib O'zi ketdi. doirachidan chiqqan ukamlar bilan sinildi. O'sha to'y kuni endi uxlab qolmay shomga masjidga kiraverdim, chepiyada yurardim. Borib kelsam 5-4 minut ilgariroq kirib qolibman. Men o'sha G'ofirjonni yoniga o'tirib qoldim. Menga qararlarda yaxshi o'tkazib oldilarmi dedi. Dedi rahmat, yaxshi o'tkazib oldik-ku. Ukam ko'rinmadilar dedim. Shukurloqonni aytman, aytsam uzrlarni aytib yubordilar. Bunday yo'llari bor ekan dedim. To'yonasini berib yubormadimmi? Gapirdilar. Desa, nima o'zbekchasidanmi, inglizchasidanmi dedi. Dedi, olmadim, qoridim, eshitishimga qaragan dedim. Shukurlar qaragan, anchadan beri o'zbekcha gapirmayapti ekan. Shomda astag'firulloh bilan o'tkazib yuboribdi. Astag'firulloh. Ay oshnamizmi? Astag'firulloh. Ana shuning uchun bu dunyoga kelgan odam bo'lib yashash kerak. Albatta. Odam musulmon bo'lishdan oldin odam bo'lishni xohlayman degan. Allohon taolo sog'uning hazratlari. Odamda birinchi odob ekan, keyin diyonat ekan, keyin mehr ekan. Buni otamizga Alloh taolo jannatda sen odamsan degan ekan. Otamizning oti odam ekan. Musulmon, taqvodor, eshon demagan ekan. Sen odam degan, ya'ni odob ekan, diyonat,
mehr muhabbat. Shu uchovi bo'lmasa, bittasi chiqib ketsa odam bo'lmay qoladi, odam bo'lmaganda musulmon bo'lmay qoladi. Shuning uchun odam bo'laylik avval. Meni yoshligimda katta eshon buvalar keladi bizga. Sho'x ekanman, onam rahmatlik, dadam bu katta onam. Voy eshon dada bir duo qiling, mana shu ona qori bo'lsin, mulla bo'lsin, qori bo'lsin, mulla bo'lsin desa, endi nima bo'lsa bo'lsin, u odam bo'lsin. Allohu akbar. Qarang. Avval odam bo'lish kerak. Albatta. Lekin boshqa narsa bo'lish kerak ekan. Alloh razı olsun. Ha, o'rgilay odamlar. Mana bugun siz odam deb bizni shunchalardan chaqirdingiz. Shuncha sarf xarajat, qancha narsalarni qilib charchab, boshqa bo'lsa ham shuni bir xumordan chiqib, bu do'stlarim bilan, mana bu ustozlarni, farzandlarim bilan ko'rishib rohat qilaman dedingiz. Bular ham mana bu Xonobod, Xandakamjon, Hindi Xitoy bag'i, u Shanxay tomonda turadi. Tomonda bu mana yakanni bilasizmi? Hozir tushundim. Yakan deb qo'yaman, necha qilyapsiz? Ana shunaqa bo'lib, juda samimiy suhbatlar. Buni kim qiladi? Buni odamlar qiladi. Ha, kim bo'lmaydi. Odam bo'lish kerak buning uchun. Albatta. Turpayib, to'mtayib, toppayib o'tiryapsiz. Bundoq qilib. Hamma yo'q Go'ristonda. O'shuning uchun men akamga aytdim, iltimosim bor meni. Boraman u, shu qovog'i soliq, dil og'ritadigan sassiq gap. Mana qo'li sovuq, turq sovuq odamlar bo'lsa bormayman. Uni achunchi haqiqatan ham shunaqa bo'pti-ya. Voy tavba qildim. Durustmisiz? Ha, men Vahab baraka. Azizbek ayting meni ukamdim. Meni ukam yana bu yaxshi yuribsizmi? Alhamdulillah. Kecha ko'changizdan o'tdim. Nimaga borgandim? Otni topolmay qoldim. Ha, Rishtonga bordim. Ayting ha. O'qildan keyin yine gaplashamiz, eshitasizlar. Bir kasbni mukammal egallagan odamni hayoti farovon bo'lar ekanda. O'qildan Hoji aka, siz ham Rishtonga borib bir tajribali kulolga shogird tushibsiz deb eshitdim, shu to'g'rimi? juda to'g'ri eshitibsizlar. Bu tajribali kulolga shogird tushgan bo'lsa, chiroyli chinni piyolarni yasayapsizmi yo hali ham tuvaydamisiz? Gultuvayda aytyaptilar. Ha, Gultuvayda. Shu yerda bor ekan. Qanaqa tuvayda? Arosatni biladi, Rishtonda. Aka, biz yasagan chaynaklar dunyoga chiqib ketdi hozir. Yashang. Sizni ham surishtirdim. Aha. 5chiga shogird tushgan ekan, Sahronga borib. 5 ustiga shogird tushganmi? Ustoz bilan hoji aka gaplashgan ekan. Nima deydi hoji aka? Sizdan xafa ekan. Nimaga endi? Kelganiga 2 yil bo'ldi shogird bo'lib. Ha. 5 yil qilish u yoqda tursa, hali ham Sumaydan chiqqan yo'q deyapti. O'qidinjon Marg'ilonda Qaracha degan joyga kelib sortlar ro'shon ochibsiz, shu to'g'rimi? Ochganmiz aka. Xizmat o'zi boraveramiz aka. Kelaverasiz. Bo'lmasa narx-navolarni bir kelishib olaylik. Bemalol. Soch soqolni olganingizga necha pul olasiz, uqalaganingizga qancha olasiz? Siz o'zimni akamsiz aka. U eldan ko'ra sal kamroq olaman. Aha. Soch soqolni olganiga mayli 50 ming bering. U qolab orqasiga bir urib qo'yaman, unisi tekin aka. Bundan Endi mana Makkamjonni bog'iga o'xshagan meni ham 2 gektar bog'im bor. Yaqinda mevali daralar shakl qilish mavsumi keladi. Siz temirchiga shogird tushganingizni ham eshitdim. Sizga bir iltimosim bor, menga qaychi qilib bermaysizmi? qaychi sizga naq. Boshqa planim bor. Yaqinda 70 ga kirib yubiley qilaman deyapsiz. Albatta. Bitta qilich yasab qo'yganman. Hop. Ana shuni sovg'a qilmoqchiman sizga. Belingizga taqib yursam, ahad qor aka ursam bo'ladi. Nima deb? Otasiga rahmat, Muhammad Zoga 70 ga kirganda qilichni yo'q qolibdi. Endi bir hunarda egallagan odam, hayoti farovon bo'ladi dedik. Endi men ham bitta hunar qilay deyapman. Qanaqa hunar? Raza o'ylayapman, hech kim qilmaganini qilsam deb. Ammo hali qilichni bitta shart bilan beraman. Qaysi shart Bu bor? hoji akamizga sho'xroq. Muhammad Zoga bitta taqay desa berib qo'ymaysiz. Men sizga o'xshagan ko'ngilchan emasman, darrov berib beradigan. Ofarin. Kallamno. Sizni bog'ingiz bog'. Bütün odamlarni dimog'i choq bo'ladigan joy ekanda. Alloh razı olsun. Ofarin. Endi bu bog'ingizni mashatini ko'ryapsiz. Ichkarida ham narsalari bormi? Agarda borib ko'raman, siz ko'rsataman. Yo'q, men mana o'tirgan joyimdan qo'rqib. Bu xuddi endi mashinadan qaytaman deyapti. O'ting desam ichkariga unamayman deyapti. Bular oldin ichkarida bir narsalar bor edi. Bo'lyapti, yaqinda kel, yosh bolalar qoqib ketdi. Kelaverar ekan. O'zlariga. Juda ham yaxshi. Bu gilos bog'mi? Gilos bor. Ha, bu giloslarda turi ko'payib ketibdi. Ko'p. Ha, yaxshi.
bir tolmozorga keluvdim. Bunaqa darushalarga olib kelishadi-da. Qachon kelsam gullaganda kelamanda. Gilot gullaganda. Endi bir kelib qaragan odam bunaqa qiling hozirlar nima gilotlar bu bo'lsin. 3-4-yillik kelganimda ha deb gullaganini chaqiraversammi? Pullaganda ham chaqirdim. Gullaganda ham chaqirdimda. Bu endi bu juda bunaqa saxovatpesha bu kishi. Ha, juda. Kechalik to'la A'loxon to'raga maqtadim. Mulla mahkam saxovatdan malham hammadan illamdim. Bu mana to'y bilan nima bo'lib qoldi? Andarmon bo'lib qoldi, boshqa mevalar pishib boshqa bo'lib ulg'ayolmay qoldi. Yanagiga qarab turasiz. Shu mevalar g'arq pishganda chaqiradi. Xudo xolasa. Ha, shunday bo'ladi. Bu haqiqatan shunday bo'ldi-da. Albatta. Bunaqa odamlar mulla mahkam deganda mahkam turgan odamni aytadi. Do'stlikda, sadoqatda, mehrda, vafoda turgan odamni mahkam turadi, ildam turadi. U ayniqsa nakat, baxil, zihni odam aytilmaydi. Bildingizmi? O'zingizni kimligingizni bilib qo'ying, mulla mahkam. Sizga men so'paylaymi? Yana yaxshi o'tiribman. Otilmaydi. Salomat bo'ling. Singandan beri birovga osiltirmayapman. Shundaymi? Hay. Bo'pti, endi oyog'i tezroq tuzalsin. Tezroq tuzalsin. Bu mana bu ukam nima bo'ldi? Ovqat yemadi. Qonni och qoldimikin deyman. Butun men olish bilan Azizbek juda zo'r ekanmizda bu. Azizzoda Birovga ko'rsatmasdan yeydi. farosatliga. Farosatli, juda farosatli. Barakalloh. Shu yaxshi odamlar shunaqa qo'yadi. Bu suhbatlar yana davom etaveradi. Hech ham charchamaymiz. Alloh rahmat sizga. Shu manalarga biz bog'larga Yurib kelasizmi? yo'q, kayfiyatni choq qiling. Amin. Kayfiyatni choq qiling. Ketmonni o'rtoq qiling. Ko'cha teging, bog' qiling, pastli bahor ichida. Qopiyani qarang, qopiyani. Ha, qopiyalar. Bir nazar qilib qo'yavering. Nimaga mana chuqur bu? Tovus qilamiz xudo xolasa. G'oz qo'yamizmi yo balig'imi? Xudo xolasa unisi ham bunisi ham. Shu sababdan bo'ling siz tezda oyoq og'rig'idan xalos. Amin. Butun dunyo uchun sizga ixlos. Allohu akbar. O'ynatib qo'ydingiz. O'zlaridan o'rganyapti. Rahmat, sog' bo'ling. Buncha aytganda mashoyixlar. Do'st ko'p bo'lsa yaxshi ekanda. Ota-ona ishonch, aka-uka tayanch. Do'stlarchi desa, do'stlar har ikkisi degan.